Assalomu alaykum. 2025-yil 17-oktyabr, ya'ni haftaning juma kuni soat 8:30 atrofida video olinyapti. Anchadan beri YouTube kanalimizga video qo'ymagandik. Bugun Food City bozorida ko'rib turibsizlar. Pomidor narxlarini, bodring narxlarini avzo qilamiz. Videoni boshlashdan oldin videoga like bosib qo'ying. Kanalimizda agar yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Atrofda bir qator hodisalarni ko'rsatamiz bozor. Yon atroflar bitta oling. Ko'rishingiz mumkin bozorlar deyarli odamlar уже kamayib ketgan. Juma kuni bo'lishiga qaramasdan ko'rishingiz mumkin, уже Tbilisidan pomidorlar ham ko'payib qoldi. Sizlarga Tbilisining qatorlarini ko'rsatamiz. Mayda mazmun tutgan odamlar. Ko'rishingiz mumkin, mana 5 talik ro'ziylar 21 mingdan, Tbilisiniki salfetkadagisi 6 ligi 20 ming so'mdan qilib berishyapti. Xudo xolisa holatlari yaxshi. Ko'rishingiz mumkin, orqalarigacha kipriklari bilan turibdi, chiroyli bo'lib. Karzinka necha pul? Karzinka ham 19 mingdan qaytyapti akamiz. Ko'rishingiz mumkin, bozorda. Ko'rishingiz mumkin, o'ttin narxda qizillarimiz 12 mingdan chiqdi. Korobkada Tbilisiniki. Sredniy necha pul chiqdi? Sredniylarimiz 8 ming so'mdan chiqibdi. Ko'rishingiz mumkin, Tbilisining pomidorlari. Ko'rishingiz mumkin, mana Tbilisining pomidorisi 13 ming so'mdan. Sar tepasida nima deydi? Shirasi bor tepasida ko'rishingiz mumkin. Karzinkada. Ranglari 12 ming so'mdan ekan. Bunisi mana ranglari. Hozir chiroyli narxlar. 12 ming so'm. 6 qatorligi ya shunda. 5 qatorlik, 5 taligi 12 ming so'm. Bunisi 4 taligi 13 ming so'mdan ko'rishingiz mumkin. Uji Tbilisi bozorda ham uji odamlar kam. Narx-navolar, qizillar 12, 13, 14 mingdan o'ttin narxlarda chiqyapti. 21 mingdan, 5 yillar 20-21 dan chiqyapti. Ko'rishingiz mumkin. Maydachilari narxlarni bilamiz, egalari yo'q ekan. Qizillar ko'rishingiz mumkin, 14,5 ming so'mdan berishyapti. 4 taligi, 5 taligicha buni bir xilda 14,5 ming so'mdan ko'rishingiz mumkin. Mana o'ttin narxda City bozorida ko'rishingiz mumkin. Karzinkada pomidori salsa ranglari ochroq-u, lekin qizaradigan sorti deyapti akamiz. Ko'rishingiz mumkin, 15 ming deyapti, 14 mingdan qilib beraman deyapti. Salsa bitta ochrog'i bor, ranglari qizaradi deyapti akamiz. Qizil necha pul? Qizil 15 ming. Qizilda 15 ming so'm beryapti ekan Tbilisiniki. Bodringlar necha pul aka? Orzu-ya bu. Bodring 10 ming so'mdan ekan. Mesning orzu bodring ko'rishingiz mumkin. Mana 30 ming so'mdan deyapti akamiz. 4 taliga yo'l bop ekan, salfetkalar bilan chiroyli holatda turibdi. 100 ga ko'rishingiz mumkin Food City bozori. Ko'rishingiz mumkin, mana biz perekarotgani. Necha pul ekan aka bu 5 taligimiz perekarotgani? 5 taligim 18 ming. 18 ming so'm berishyapti ekan perekarotganiga. 6 talik yo'q-a buni? Bor. Necha pul berasiz 6 taliga? 6 ming necha pul? 17 ming, 16 ming qilib beraman. 17 ming, 16 mingdan qilib berishyapti. Ko'rishingiz mumkin. Kam-kamdan qo'ygan. Atay ko'p pomidorlar narxlari balandligi uchun odamlar uncha yopishib olgan yo'q. Sredniy Tbilisining qizil pomidorisi ko'rishingiz mumkin. 8,5 ming o'ttin narxda beryapti. Ya'ni 50 ta, 100 ta oladigan odamlarga beryapti. Bitta olganga boshqacha narxda bo'ladi. Food City bozorida ko'rishingiz mumkin. Ranglari chiroyli, xudo xolasa. Olib borib magazinga qo'yib qo'yadigan tovar, uyga olib borib qo'yib qo'ysangiz ham bemalol bir hafta 10 kun turadi. Ko'rishingiz mumkin, mana shu ro'ziylarni aslani 5 taliklar 23 mingdan berishyapti, salfetkalarni 100 ga turibdi. City bozoriga kelib, magazinlarga, do'konlarga kerak bo'lsa, olib ketinglar, uyga, ro'zg'orga olishlar maslahat beraman. Xudo xolasa sifatli mahsulotlarimiz bor. Dalani pomidorlari ham yo'q emas, bor. Yaxshilari kamayib ketgan, aslan atxo'troq, ya'ni defekti bor pomidorlar ko'payib ketgan ko'rishingiz mumkin. Hozir aytgan atxot degan gapimni noto'g'ri tushunmaysizlar degan umiddaman. Ya'ni defekti ko'pda, aslan uni olib borib so'kib ishlatadigani ko'proq chiqyapti. Ya'ni nima desa bo'lar ekan. Ko'rishingiz mumkin, balgarskiga, qizil balgarskilar 6,5 ming so'mdan. Ko'ki necha pul? 6,5 ming so'mdan ko'rishingiz mumkin.
Dalani ro'zilari ham bor. Mana ko'rishinglar mumkin. Ranglari chiroyli, yaxshilari. Ro'zilarda narxi 14 ming so'mdan qilib berishyapti. Sifatlari yaxshi, a'lolat darajada ekan. Ko'rishinglar mumkin. Sredniy necha pul beryapsiz? Sredniy 12, 13 shunaqa qilib beryapti. Ko'rishinglar mumkin. Yuzta maydalari ham bor. Yuzta maydalari necha pul? Yuzta atborlarini 16 ming, 17 mingdan berishyapti. Metalari ham bor. 5 ming so'mdan berishyapti metalarni. Ko'rishinglar mumkin. Mana atbornilari 16 ming so'mdan qilib berishyapti opamiz. Ko'rishinglar mumkin. Mana shu yerda akalarimizda pomidor bor ekan. Bega Jizzaxdagi ekan bu pomidori. Nomi nima buni sorti? Lojin. Olib kelmasangiz ham choy bor. Lojin ko'rishinglar mumkin. Narxlari 9 ming so'mdan ekan. Korobkada 12 kilodan atrofida chiqadi ekan. Videoga like bosinglar, agar kanalga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Mana o'sha oshqovoq qatori, ya'ni bodring qatorlar tomonlagan o'tyapmiz. Tovarlar juda kamligi uchun video qo'ymayotgandik. Chunki video qo'ygancha ko'proq narsalar haqida video qilish kerak shuning uchun. Ko'rishinglar mumkin. Mana dalani pomidorlari bor ekan, biradanlarda. Necha pul ekan bu dalani pomidorlar aka? 9,5 ming so'mdan beryapti akamiz dalani pomidorlar. Telefon raqamlarini aytib o'ralasan agar xalq kelsa. 90lik 544 11 99 akamizga aloqaga chiqinglar. Dalani chiroyli sifatli pomidorlarni qilib beradi. Dalani pomidorlarni ko'rishinglar mumkin. Salsa ranglari ochishni boshladi, lekin narxlari teplitsa narxiga qaraganda sal xadolik uchun ko'p magazinchi, do'konchilar olyapti. Mazasi ham bor hozirgi paytda. Teplitsani pomidorga xudo xolsa sekin-sekin maza kelishni boshlaydi. Sredniysi necha pul? 6 ming. Sredniysi 6 ming so'mdan qilib berishyapti. Ko'klar necha pul aka, ko'klar? 4 ming. 4 ming so'mdan ekan ko'klar ko'rishinglar mumkin. Ko'rishinglar mumkin. Mana Begobod qatoriga o'tyapman. Begobod qatoridan deyarli pomidorlar kam, sababi pomidorlar qizarishi kamaymoqda. Odamlar ham ujitda ko'proq tuzlamaga o'tib ketdi. Necha pul ekan aka qizilimiz Begobodniki? Xudo, shaxda o'ziga narxi. Narxni aytavering aka. Ularni 8,5, 8 ming so'm qilib beramiz. 8 ming so'mdan qilib beryapti. Sredniysi savdogarlarga 8,5 ming. Sredniy tushlar mumkin. Mana chimchi karamda 2,5 ming so'mdan qilib berishyapti akalarimiz. Ko'rishinglar mumkin. Karamlarimiz 2 ming so'mdan kiloga qo'yib beryapti akalarimiz. Qizillarimiz nechi pul? Qizil karamimiz? Qizil karam 3 ming. 3 ming so'mdan berishyapti qizil karamda. Bu xayrlar bo'lib qoldimi? Nechi pul ekan aka chimchi karam? 2,5 ming so'mdan qilib berishyapti akalarimiz. Sutli bozorga kelaverasiz. O'sha karamlar ham ko'payib qoldi. Salatlarda, ya'ni tuzlamalar qilib olishni maslahat beramiz. Iloji bo'lsa, kelinglar. Ko'rishinglar mumkin. 2 ming so'mdan dehqon akamiz beryapti. Kilosi o'sha kamroq qoldi akamizda. Hozirsi nechi pul ekan doda? 5 ming. 5 ming so'mmi kilosi? Odamiz oldiga kelaverasizlar. 5 ming so'mdan qilib beryapti. Dehqoni tayyor tozasi deyapti. Original ekan, xudo xolisa ko'rishinglar mumkin. Videoga like bosinglar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Agar obuna bo'lmagan bo'lsanglar, ko'rishinglar mumkin. Oshqovoqlar ham, karamlar ham ko'paymoqda. Ko'rishinglar mumkin. Karamda chiroyli ranglar chiroylilari 5 ming so'mdan beryapti qizilini. Ko'pchilik rasmga tushyapti bevosita. Rasmga juda ko'pchilik tushyapti deyapti akamiz. Ko'rishinglar mumkin. Chimchi karam nechi pul? Chimchi 3 ming. Chimchi karamda yirigi, tozalangani, qattiqligi ham, bo'shmasi, qattig'i, zo'ri 3 ming dedingizmi? 3 ming so'm. 3 ming so'm. 2,5 ming so'm. 2,5 ming so'mdan ekan. Ko'rishinglar mumkin. Bu sal kichikroq ekan. Bu belga degani. Belga degan ekan. Bu indura degani. Indura degan ekan. Ko'rishinglar mumkin. Gulkaram nechi pul beryapsiz? Gulkaram bo'lmaydi, bu ikkinchi sort 3 ming so'm. Ikkinchi sort ekan 3 ming so'mdan ko'rishinglar mumkin. O'zi mana oshqovoq qatorlarga o'tdik. Mana oshqovoqlar ko'rishinglar mumkin. Oshqovoqlarni seroplashib qoldi. Xudo xolasa 2800 so'mdan berishyapti oshqovoqlar kiloga. Ya'ni bitta qop olsanglar kiloga 3000 so'mdan qo'yib berishyapti. Kelib olib ketishinglar maslahat beraman. Deyarli hamma joyda bir xil, bitta joylarda sal o'zini oshqovoqga qarab, agar kichikroqlari bo'lsa 2,5 ming so'mdan qilib berishyapti. Ko'rishinglar mumkin. Vodiyli bodringlar. Nechi pul aka vodiyli bodringlar? Mana shu tugab qolibdi vodiyli bodringlari. Narxlarini ko'rishinglar mumkin. Nechi pul ekan aka bodringlarimiz? Yaxshilar, orzulari.
8000 so'mdan berishyapti ekan vodiyni bodringlar. Ko'rishingiz mumkin. Mana biri sizga atrofida bor ekan. Brat bodringlar necha pul ekan? 7,5 so'mdan qilib berishyapti ekan akamiz. Qaytdik aka vodiynikimi? Vodiynikiga ko'rishingiz mumkin. O'zi mana kamayib qolibdi. Ko'rishingiz mumkin. Atrofda, yon atrofda deyarli o'sha bodringlar, oshqovoq, misol karam oshqovoqlarni yeydigan narsalar ko'paygan, bodringlar kamaygan, sabab salqin hisobiga, pomidorlar ham rang qizarishi hisobiga kamayib ketgan. Teplisa pomidorlar endi ko'payapti, masaviy holatga kiryapti. Agar kanalimizga yangi bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar, videoga like bosinglar, videoni vestoshiga jo'natishni unutmanglar. Bundan keyincha qo'llab-quvvatlash degan umiddaman. Yana nima desa bo'ladi? Halichi biz agar ijodimizni qo'llash maqsadida videomizga chiqish uchun karta raqamlar qo'yamiz, donat qilishingiz mumkin. Xohlasanglar, agar sizda magaziningiz, do'koningiz bo'lsa, reklama xizmatlari ham mavjud. 93-251-0504 nomeriga aloqa qilsanglar, reklama qilib beramiz. Ko'rishlarga bodring necha pul berasiz aka? Bodringlarda 9000 so'mdan beradi. Mesni bu? Mesni bodring 9000 so'mdan berishyapti. Teplisa pomidorlar necha pul aka? Bular 6 taliklarimiz Karsinkadagi 21000 so'mdan berishyapti akalarimiz. 5 talik salfetkamiz necha pul aka? 21 sizni nomingizdan ketdi 18 mingdan qilib berishagan. Aka telefon raqami aytib o'ralaysizmi? Aka Food City bozori 90lik 908 0884. Akamizga aloqa chiqinglar. Agar Food City bozoriga keladigan bo'lsanglar, agar kimda ko'p magazini, do'koni bor bo'lsa, akamizga kelsanglar, xudosi sifatli mahsulotlar qilib beradi. Aka buni piklaridan qilib bera olasizmi? Shirin so'tlardan? 2000-3000 beramiz. Bo'ldi. Akamizga kelaveringlar, xudo xolasa ko'rishingiz mumkin. Mana qizil pomidorlar ustiga salafan, ya'ni strich tortilganlari 15000 so'mdan akamiz qilib berayotgan optim narxda. Gilatki bodring necha pul berasiz aka? Gilatki bodringni 9000 so'mdan beribdi. Qaysi? Bunisi 7000 so'mdan ekan, ko'rishingiz mumkin. Nimasida farq bor aka endi uni? Bilishkisida farq bor, sifatida farq bor deyapti. Bunisi ranglari chiroyli turgani 9000 so'm. Bu ikkinchisi rangda farq bor, ko'rinishi odam jalb qilishda sal qarorroq ekan rangi, shuning uchun 7000 so'm qilib berishyapti. Ko'rishingiz mumkin. Mana o'sha hozir o'tgan narxda akalarimiz berayotgan. Bitta aka obzorga ko'rsatib olasizmi? 16500 so'mdan chiqibdi akamizda, ko'rishingiz mumkin. Bitta obzorga qo'yamiz. Hozir o'sha o'zimiz chiqib, ko'rsatib olamiz. Ranglarni ko'rishingiz mumkin. Tiniq qo'ygan. Kalibri 4 taliga bu narsalar. Kalibri 4 talik, kipriklari 18 yashar qizlar kipriklariga o'xshaydigan. Videoga like bosib qo'yinglar, agar kanalda yangi bo'lsanglar. Bakoy taxlanganlari ham bor ekan. 100 turibdi mana akamizda. O'sha sotib bo'ldinglar buni deyarli. Optim narxlarda o'sha katta bozorlarga o'sha 100 ta, 50 ta oladiganlarga 16500 so'mdan qilib berishibdi akalarimiz. Telefon raqami aytib o'ralaysizmi? Agar Yusufli bozoriga keladigan bo'lsa, sizdan zakaz oladigan bo'lsa, brat 97lik 902 0248 akamlik 0248 akasini nomeri ekan. Akalar iloji bo'lsa chiqinglar. Xudo xolasa sifatli sara mahsulotlar qilib beradi. Qizil pomidor, ro'zi ham bor sizlarda. Ro'zi yo'q ekan, hozircha qizil pomidor zo'rlarni qilib berar ekan. Aslida qizil pomidor bilan ishlashar ekanmiz. Ko'rasizlar, mana o'sha mana laboga o'sha bor ortishyapti, ancha-munchasini ortib yuboribdi. Ko'rishingiz mumkin, gilatkiydi, ranglari yaxshi ekan. Xudo xolasa 8000 so'mdan berayotgan akamiz. Orzuya bu mesni-ya. Nech pul narxi? 11000 so'mdan qilib berishyapti. Ko'rasiz, ko'rgan odamda jalb qiladigan bodring ranglari 11000 so'mdan qilib beryapti. Deydi bu 10 kilodan sop qo'ygan mesni bodringlar 10 kilodan sop qo'yadi. Bular nech pul aka? Kipriklar bilan bu ham 10000 so'mdan ekan. Gullari bilan chiroyli turibdi akalar, ko'rishingiz mumkin. Pomidorlarimiz, udar pomidor 13. Ko'rishingiz mumkin, 11000 so'mdan qilib beryapti. Ranglari chiroyli. Qaytdik aka bu? Aka bu Qarshiniki. Qarshiniki akamizni ko'rishingiz mumkin. Pomidorlar. Shoir nima edi? Nikiz? Shoir Bo'riyev akamiz YouTube'da ham bor, Instagramga ham kirishingiz mumkin. Shu she'rlar aytib turadi. 13500 so'mdan qizillarni berishyapti ekan. Teplishni Karsinkada. Deydi 5 kilo 6 kilo chiqadi, yo 5 kilo 6 kilo. Keraklicha akamiz sort berar ekan. Telefon raqami ayta olasizmi? Aytaman, 91lik
91lik 132 132 42 32 42 akamiz. 17 yildan beri shu nomerda ishlataman. Bo'ldi, akamizga aloqaga chiqinglar, xudo olsa sifatli bodring, qizil pomidorlar qilib beradi degan umidamiz. Ko'rishinglar mumkin. Aslida 8,5, 8,000, 9,000, 7,000 har xil narxda bo'ladi bodringlar. O'sha bodring qatori ko'rdinglar, mana deyarli. Odamlar ham mujikka atrofda narxlari deyarli stabilni bir xilda chiqadi. Iloji bo'lsa ertaroq kelsanglar, sifatli mahsulotlar, sara mahsulotlar yig'ib ketasizlar degan umiddaman. Ko'rishinglar mumkin, o'sha mana balgarski, baqalajon shunaqa qatoriga xohlasanglar bu yerdan kelsanglar, kiloga ham beradi. Ko'rsatib sekin olib ketyapmiz. Balgarskilarimiz nech pul ekan? Svetofor balgarskilarimiz 25 ming so'mdan berayotgan. Rangini farqi yo'q, opa. Farqi yo'q. Dunyolar nech pul berasiz qizlarni? Dunyolarni 10 ming beramiz. 10 ming so'mdan beryapti. Karamlar nech pul? Karamlar 5 ming. Karamlar 5 ming so'mdan, 3 ming so'mdan. Baqalajonimiz nech pul? Baqlajon 3 ming. Baqalajon 3 ming. Balgarskimiz ko'klari nech pul? Yuqa po'choli. Yuqa po'choli nech pul bu? 15 ming. 15 ming so'mdan bo'lyapti. Qizilichi opajon? Qizili 10 ming. Qizili 10 ming so'mdan ekan. Nom nima edi uni? Kabachki nech pul? Kabachkilar 5 ming. Kabachkilar 5 ming so'mdan. Brokoli. Brokoli 15 ming so'mdan. Ko'rishingiz mumkin. Mana o'sha kelsanglar Food City bozorida balgarskiy baqalajon xohlasanglar hamma narsani iloji boricha kiloga ham qilib berishadi bu yerda. Sabzilar ham bor ekan. Sabzilar sizlarmi yo? Rossiyskiy sabzilar 7 ming. Rossiyskiy sabzilar 7 ming so'mdan qilib berishyapti ekan. Ko'rishingiz mumkin. Kartishkalar ham 7 ming so'mdan ekan. Sholg'omlari ham 7 mingdan ko'rishingiz mumkin. 99lik 565 57 97. Magazinga hamma narsa qilib bera olasizmi? Magazinga agar vaqtinglar yo'q bo'lsa, shu opamizga kelsanglar, nomerini yonidan pastga yozib ketamiz. Chiroyli qilib, dastlabkilar qilib beradi. Kelaverasizlar degan umiddamiz Food City bozoriga. Mana agar arava xizmatlari kerak bo'lsa, mana O'ktam akam ham bor, akamiz sifatli yetkazib beradi degan umiddamiz. Qizil balgarskilar ko'rishingiz mumkin. Bunda 10 kilodan qilib 10 kilodan solib qo'ygan, 10 kilo 12 kilo atrofida solib qo'ygan. 6 ming so'mdan qilib berishyapti qizil balgarski. Baqalajon 2,5 ming so'mdan qilib berishyapti baqalajonlar ko'rishingiz mumkin. Qalin po'choqlar 6 ming so'mdan balgarskiydi ko'ki. Yuqa po'choqlar bor 10 ming so'mdan. Yuqa po'choqlar bor ekan, 10 ming so'mdan qilib beryapti. Mushuni ham ko'rib qo'yishingiz mumkin Food City bozorida. Qalampir bor 2 Mana achaqa qilib, sara qilib iloji boricha solib berishyapti balgarskilarda ham, baqalajonlarda ham. Dunyo nech pul ko'ki? 2 kilo 15 ming. 2 kilo 15 ming so'm ekan. Bu aralashmasi nech pul? Qizil ko'k 10 ming so'mdan qilib berishyapti. Yana nimalaringiz bor opajon? Shu ko'rishingiz mumkin, balgarski qatoriga kelinglar. Food City bozordan ikkinchi qot, ikkinchi darvozasidan kirsanglar, chap qo'linglarda keladi balgarski qator. Undan keyin pomidor qatoriga o'tishingiz mumkin. To'g'ri o'tib ketadigan bo'lsanglar. Deyarli hammada bir xil narx, chunki hammada bitta narxda chiqadi. Iloji boricha kelinglar, maslahatim. Faqat sifatida farq bor. Narxida ozroq ajsa bo'lishi mumkin. Hozir chiqargan narxlarimizda sifati holatiga qarab olaverasizlar. Food City bozoriga kelinglar. Agar kanalimizda yangi bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar, videoga like bosishni unutmanglar. Mana shu balgarski baqalajonga o'xshatib, ranglarini qizartirib, iloji boricha o'z fikringizlarda qanaqa kontent qilish kerakligi haqida, sizlarga qanaqa mahsulotlarning narxlari qizillik bo'lsa, o'shani yozib ketasizlar degan umiddaman. Ko'rishingiz mumkin, mana dehqon akalarimiz bitta changada olib kelib, uje to'kib, uje qopga, salafanlarga soladigan qo'yibdi. Narxi 7 ming so'mdan ekan. Ko'rishingiz mumkin, ranglari chiroyli, holatlari yaxshi. Uyga olib borib ishlatishingizni maslahat beraman. Videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Agar kanalda yangi bo'ladigan bo'lsanglar, ko'rishingiz mumkin. Food City bozorida mana ikkinchi darvozadan kirasizda, chap qo'lingizga keladi. Mana shu balgarski qatoriga o'tishingiz mumkin. 10 qatoriga o'tadigan bo'lsangiz, kartoshka piyozlarni, hozirlarga kartoshka piyozlarni ko'rsatamiz. Ko'rishingiz mumkin. 3,5 ming so'm. Kiletiyasi ko'rishingiz mumkin. 35 ming so'mdan qilib berishyapti. Donaga 1300 so'mdan tuxumlarimiz
40 ming so'm kilitkaligi bor ekan. Bu yiriroq ekan, ya'ni 35 mingga qaraganda yiriroq. Keyin 1400 so'mdan ham ko'rishingiz mumkin. Tuxumlarimiz bor. 1600 so'mdan undan ham yirik. Maydaroqlari bor ekan mana. Bedanani tuxumlasa kattaroq tuxumlar bor ekan. Ko'rishingiz mumkin. 700 so'm qilib beryapti. 1330 so'mdan ham bor ekan, 1200 so'mdan ham bor ekan. Ko'rishingiz mumkin. Oq yog'lar necha pul bo'lyapti akajon? Paxta yog'imi? Paxta yog'i necha pul bo'lyapti? Bor, mana 5 95 ming? 95 ming ekan. Milter 97 ming, 95 ming vera bor, Sony bor 95 ming. Ko'rishingiz mumkin. Mana akam 5 Avet bor, 110 ming beramiz. akamizda har xil yog'larni hammasidan bor ekan. Hatto akamizda bumaganlar ham sotyapti ekan, ko'rishingiz mumkin. Bumagan narxi necha pul? 15 ming. 15 ming so'mdan ekan, ko'rishingiz mumkin. Unlar necha pul unlar? Onun servisi 7 mingdan, 711 mingdan kilosi. Aytib ketavering bemalol. Ha. Mo'tabar bor 5 kiloli 35 ming beramiz. 35 ming ekan mo'tabari. 55 ming. 55 ming so'mdan ekan. Ko'rishingiz mumkin. O'sha tuxumlarda, tuxum qatorida kelsalar hamma narxlarni yozib qo'ygan. Ya'ni bekatning yonida atrofga ko'rishingiz mumkin, Xudsidi bozorida. Undan keyin o'tib kelsanglar mana o'sha qopda unlar ham bor ekan. Yillarni ham ko'rishingiz mumkin. Atrofda deyarli Turonning unlari olinavi necha pul? 230 ming so'm ekan, 25 kiloligi ko'rishingiz mumkin. Mo'tabarlar necha kiloli? 10 kiloligi. Necha pul? Necha pul? Turon 70 ming o'ydilar. Ular Turon ekan, bu ham Turon ekan, adashibsiz mo'tabarga 75 ming deyapti akamiz, ko'rishingiz mumkin. Tuxumlar 1000 so'mga ham bor, 1400 so'm, 1300, 1200 har xil narxlarda bor. Bedana tuxumlar necha pul berasiz akajon? Tayyor qilib qo'yilgani 11 ming. 11 ming so'mdan ekan pochkasi, mana shu bitta pochkada. Nechta bo'ladi ichida? 20 dona bo'lar ekan. 20 dona bo'lar ekan, 11 ming so'mdan ko'rishingiz mumkin. Aka telefon raqamini ayta olasizmi? Agar Xudsidi bozoriga magazincha yoki oddiy xalq keladigan bo'lsa. Birinchi krossda oldi. Birinchi krossda mana ko'rishingiz mumkin. Yonida, ya'ni bekat bor yonida. Ikkinchi darvozadan kelganingizda chap qo'lingizda bekat keladi. O'sha bekat yonida ko'rishingiz mumkin. Ko'rishingiz mumkin. O'sha yerda ikkinchi magazinga kelinglar, maslahatim. Hammasiga kelinglar. Iloji bo'lsa narxi qaysi bir to'g'ri kelsa, o'shani sifatiga ham qarashingizni maslahat beraman. Iloji boricha hamma yaxshilarini sizlarga ravo ko'rgan holatda nima bo'lsa o'shani boricha ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Sababi biz o'rtadagi insonmiz, ya'ni olib sotarga ham, dehqonga ham yon bosib yuborishimiz sababi biz bozorda bo'layotgan real narxlarda olib chiqishga harakat qilyapmiz. Sababi kimnidir oq, kimnidir qora qilib qo'yish niyatimiz yo'q. Ko'rishingiz mumkin, o'sha piyoz, kartikalarni narxlarini hozir bitta sizlarga obzor qilib olamiz. Aka, kartikalarimiz necha pul bo'lyapti aka? Kartikalar 5,5 ming. 5,5 ming. Sort qanaqa bu kartika? Gala. 5,5 ming so'mni. Qizil paketda 5 ming. paketda 5,5 ming so'm, qopdagisi 5 ming so'mdan ekan. Qizil kartikamiz necha pul? Bu qanaqa sorti? Qizil ham bu rossiyskiy 6 ming. Rossiyskiy ekan, 6 ming so'mdan ekan. Bu 5 kilodan chiqadi. 5 kilodan chiqadigan 5 kilo 10 kilo 2,5 ming. 5 kilo 10 kiloliklari 2,5 ming so'mdan qilib berishyapti ekan. 15 ming. Bulari 15 ming so'mdan ekan. Instagram, YouTube'dan 2 ming so'mdan qo'yayotgan piyozlar qanaqa? U optin narxda-da, to'g'rimi? 2 ming 1,5 minglik dala holati. U dala holati ekan. 21,5 ming so'mdan. Bular aslanni sartarovka qilib ichiga chirigan, iriganlarini solinmagan holatiga akalarimiz saqlab qo'ygan ekan. Sredniy atboriga holatiga qarab narxini kelishtirib olaverasizlar. Ko'rishingiz mumkin, bozorlarda o'sha odamlar ham deyarli kam. Qizil sabzi 3,5 ming so'mdan ekan, ko'rishingiz mumkin. Qaytdik aka bu? Bumi Qashqadaryo. Qashqadaryoda ekan, ko'rishingiz mumkin. Mana nomerlar, mana chiroyli qilib akamiz nima desa bo'lar ekan. Hozir gap ham kelmayapti. U sabzini chiroyli qilib ko'rsatib qo'yganiga ko'rgan odam oladigan darajada qilib qo'yibdi. Sarg'i necha pul? 4,5. Sarg'i 4,5 ming so'm, 4 ming so'mdan qilib berasizlar. U qopkada, shunda, to'g'rimi? Qopga kelib, misol bizni podpischilarga, bizga obuna bo'lgan insonlarga 4 ming so'mdan qilib berar ekan. Shu sariq sabzini faqat qopga olishinglar kerak. Ko'rishingiz mumkin, mana yon atroflarda ham mana o'sha qoplarda o'sha to'ldirib qo'ygan. Xudsidi bozoriga kelinglar, maslahatim olib ketinglar. Akalarimiz kelganda shu YouTube'da ko'rgandim deb aytib qo'yasizlar degan umiddamiz. Xudo xolasa
Ko'rishinglar mumkin. Qizil sabzimiz 4000 so'mdan qaytdik aka. Kosonlik ekan, ko'rishinglar mumkin. Sarig'i ham 4000 so'mdan qilib beryapti akamiz. Optim narxda, ya'ni qopga berishadi. Agar bunaqa paketlar bo'lsa 500 so'm, 1000 so'm raziyasi bo'ladi. Nech pul aka? 6000. 6000 so'mdan berishyapti. Chunki buni taxlab chiroyli qilib sizga uyingizga olib ketadigan qilib moslab qo'ying. Ya'ni 10 kilo atrofida chiqadi, 8-10 kilo atrofida chiqadi. Qaytdik aka, bu qizil sabzi qozoqlik ekan, ko'rishinglar mumkin. Sarig'i nech pul aka? Sarig'i ham 6000 so'mdan ekan. Iloji bo'lsa kelinglar, deb oladi. Chesnoy nech pul berasiz aka? Chesnoyni 25 mingdan berayotgan. Sholg'omlarimiz nech pul aka? Sholg'omlarimiz 7000 so'mdan ekan. Qizilcha nech pul? Qizilchangiz nech pul? Qizilcha 5000 so'mdan. Turibchi? Turib ham 5000 so'mdan ekan. Oshqo'g'lar ham uch betni olib kelishib olib takalarimiz, ko'rishinglar mumkin. Yon atrofda. Videoga like bosing, kanalimga obuna bo'ling, videoni West Toshkentga jo'natishni unutmang. Sababi qo'ldan kelgancha kontentni sifatli qilib olishga harakat qilyapmiz. Agarda bizga qo'llab yuboриsh maqsadingiz bo'lsa, magazin, do'kon yoki qanaqadir sizni sifatli tovar mahsulotingiz bo'lsa, reklama qilish kerak bo'lsa, 93lik 251 0504 nomeriga srochniy aloqaga chiqing, chunki sizga sifatli sara mahsulotlar qilib beramiz. Ya'ni reklama qilib bera olamiz. Agarda siz bizning ijodimizni reklamangiz yaxshi, tovaringiz bo'lmasa, agar tovaringiz bo'lmagan bo'lsa, bizni qo'llash maqsadida pastda karta raqamlar yozib qo'yamiz. Karta raqamlarga donat qilishingiz mumkin. Ya'ni kameramiz sifatli va yonimizda odam bo'lib, sizlarga ko'proq, yaxshiroq ma'lumot yetkazib berishi hisobiga, ya'ni yetkazib beradigan bo'ladigan bo'lsa, sifatli kamera, sifatli montajyor qilish uchun qo'llab yuborasizlar degan umiddaman. Videoga like bosing, kanalimga obuna bo'ling, videoni West Toshkentga jo'nating. Agarda siz kanalga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Nimaga ukaxonda videolar kam deyishinglar mumkin. Sababi bozorda tovarlar deyarli kamligi uchun narxlar kunda har xil bo'layotgani hisobiga video chiqarmayotgandim. Qo'llab yuborasizlar degan umiddamiz. Videoni West Toshkentga jo'natishni unutmang.